Nima deganingiz bu? Endi men bitta hamma to'lovlarni qilib qo'yganman. Yo'q. Men aytdim-ku siruvchini deb. Yo'q, xullas ishim ozgina shunaqa o'xshab qoluvdi. Rossiyaga ketib qoldim-da. Kechirasiz, men ish qilishim kerak edi. Mayli, keyin gaplashamiz. Xo'p. Uyim remontiga tajribali ustalarni qayerdan topsam ekan? Aka usta kerakmi? Xudo berdi. Qanaqa ustasiz? Hamma ish qilaveramiz. Xo'p, bizda santexnika, elektrika, planirovkalarni umuman qilishlik kerak. Qila olamizmi? Aha. Zuddayo, yil remont qilib beramiz. Nima deysiz? Qani, ketchimi? Ket. Ketamiz. Bozorga haydang. Mana shu aka bozorda eng pahalı kafil do'kon. Qarang, o'zi bu kafilli, sifatli o'zi. Yaxshi sifatli. Agar xohlasangiz, men do'kon egasi bilan gaplashib Bo'ladi aka, vaqt juda ko'p. Yutqizamizni tezroq hal qilaylik shuni. klientni to'g'rasidan qani? Hamma tovarlaringizni ustiga sekin-sekin qo'shib ketasiz. Nima deysiz? Xullas ustaki, siz bilan bozor yurib, yarim kun vaqtim ketdi. Ishga kech qolman. Qarang, mana uy, mana masalliq, hamma narsa bor. Ishni nimadan boshlaymiz? Masalagingiz yaxshi ekan. Ishni birinchi plan chizishdan boshlaymiz. Xo'p. Ha. Demak, bu yoqda oshxona, yotoqxona, mehmonxona. Demak, birinchi kirish qismi mana bu Hol deyiladi. Hol. Ha. Hol qismi mana shu joyi chiroyli qilib hali ko'rgan kafelarimiz bor-ku. Ana o'shandan teramiz. Tak. To'xtang unda. Hozir siz rejani qurasiz. Men sizga kalitni berib ketaman. Mana avans. O'z bitta o'z emasmiz, ustalaringiz bormi? Ayyo, jo'ralarim bor. Zo'r ustalar chaqiraman. Zo'r. Ishni boshlaylik. Men 2-3 kunda kelib xabar olaman. Ish zo'r bo'lgan bo'lishligi kerak, to'xtamasligi kerak. Bo'ldi, tushunarli. Siz xotirjam bo'ling. Hammasini men ishga chiroyli qilib beraman. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Hozirgi muammo sizingizda ham bo'lishi mumkin. Usta topasiz, joy qilib berasiz, obed, osh-ovqatini qilasiz, lekin qochib ketadi, remont qilib ketadi. Bitta like bosib qo'ysangiz, hozir muammongizni hal qilamiz. Toshkentda Relux degan korxona bor. Nuran aka o'tda rahbar, asoschilaridanlar. Aka sizlarning xizmat qanaqa? Odamlardagi nima muammoni yechasizlar? Biz Relux jamoasi korobka holatidagi kvartiralarni dizayn qilishdan tortib to patkulich bo'lgunicha uy egalariga topshiramiz. Zo'r. To'liq hamma narsa bo'lganda bo'ladi. Hamma narsani siz korobka holatidagi kvartirani topshirasiz. Biz sizga tayyor kvartiraning kalitlarini beramiz. Zo'r. Muddati, sifati men bosh qotirmayman. Bosh qotirmaysiz. Mijoz shartnomada kelishilgan srok va sifat bo'yicha dizayn proyekt asosida uylarni qabul qilib oladi. Zo'r. Agarda siz ham hali remontingizni to'liq boshlamagan bo'lsangiz, aka sizga murojaat qilsa demak ishligi bitadi. Bemalol. Zo'r. Ana shunaqa bosh og'rig'iga ichiga kirib qoladigan tanishlik videoni albatta yuborib qo'yamiz.